Pinduoduo ilovasida do'kon ichiga kirishni o'rganamiz. Biror bir tovarni ichiga kirib, mana shu magazinchani belgisini ustiga bossanglar, o'sha mahsulotni sotuvchi do'kon ichiga kiramiz. Bu yerda tarjima qilib o'qib ko'rasiz va magazin bilan yaqindan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu yerda magazin 7 yillik tajribaga ega ekanligi va 7 kun ichida olgan mahsulotingiz sababsiz qaytarishingiz mumkin ekanligi haqida yozilgan. Magazinning tajribasi biz uchun muhim. Mana 7 yillik tajribaga ega ekan. Shu yerdan ma'lumot olsangiz bo'ladi. 9347 ta sotuvni amalga oshirgan ekan. Bundan tashqari, siz mahsulotlarni ko'rsangiz, o'sha magazinning mahsulotlari sizga yoqsa, plyusni bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Shundan so'ng yangi mahsulotlari sotuvga chiqsa, yana aksiyalar, bonuslar qilayotgan bo'lsa, sizga уведомление ko'rinishida, ya'ni xabar ko'rinishida sizga ushbu do'kon xabar yuborishi mumkin bo'ladi. Mana plyusni bosdim va obuna bo'ldim. Shunaqa qilib obuna bo'lib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ayrim do'konlar obuna bo'lganingiz uchun sizga 5 yuan yoki 1 yuan shu kabi bonuslar ham beradi. Mahsulotlarni xarid qilayotganingizda chegirma qilib ayirib tashlaydi. Yoki bo'lmasa, tagida mana SMSchi ko'ryapsiz. Bu magazin bilan bog'lanib, nima savollaringiz bo'lsa, mana shu bo'lim orqali bog'lanishingiz mumkin. Endi bu har bitta bo'limlarga bo'lib chiqilgan mana shu sotuvdagi mahsulotlarning o'zi. Buni bossangiz, sotuvda qancha mahsulotlar bor bo'lsa, hammasi chiqarib ko'rsatib qo'yilgan. Tanishib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu yerda esa yangi chiqqan mahsulotlarni hammasi chiqarib qo'ygan bo'ladi. Xuddi shu shaklda har birini tarjima qilib, o'qib ko'rib, tanishib chiqsangiz bo'ladi. Biror bir mahsulotni yoqtirsangiz, shu yerning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri ustiga bosib xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Endi obuna bo'lgan do'konlaringizni topolmasangiz, masalan, shu do'konga obuna bo'ldik, lekin topolmasangiz, hozir ko'rsatib beraman. Qayerdan topishingiz? Mana bu shaxsiy kabinetga kirib olasiz va mana shu yerda plyusni bosasiz. Bu yerda obuna bo'lgan do'konlarimiz ko'rinadi. Mana men hozir bittagina do'konga obuna bo'ldim. O'shani chiqarib beryapti.